Milyon milyonlar içinde topkanım. Nima qilyapsiz? Ko'zga qaramaysizmi? Nomeringizni bering. Ey, men Qoraqalpoq qiziman. Ko'ringan odamga ne nomerim beradi deb o'ylaysangmi? Bizlarda yaxshi ko'rsa simirib yurmay olib qochadi, ketadi. Simirib yurmaydi. Тоже мне. O'g'irlar deydimi? Menga mana shu qiz silishgim yoqib qoldi. O'g'irlaymiz. Qamalib ketasan, ey! Kelin düştü saldığı burunğunum Bizden ege birinday burundunum Ah niyet ben attağan bosağası Ağarıp da relegation Voy. Meni ham o'g'irlashsa zo'r bo'lardi-de. Nimaga bunaqa bosib ketyapsiz, ha? Odam o'g'irlayapmiz-ku. Odam bu kak zaks urf odat bo'lsa kerak, yur. Mana keldik. Nima deysan oyingga? Savakka. Tushunsiz-ku? Ching. Mana shu biz uy, qani yuring. To'xta, bosma, uramal, qani? Sansirama, ha? Mana senga urmo. Yuring ketdik endi. Bizlarda urf odat bor. Kelin kirmasa oldin o't yog'u kerak. O't qani? Abbos birorta o'tin olib chiqaymi? Adres bor. Ha? Adres bor. Bizda isiriq olib chiq Abbos. Voy ona. Voy. Salom Bu ber. qiz kim bu? Sizga ona kelin o'g'irlab keldik. Voy, kelin ham o'g'irlab keladimi? Kiringlar. Odatlarimiz qayerda qoldi? Suvchilikka borishlar. Voy, sharmanda bo'ldi bu endi. Endi o'g'ilib qamalib ketadimi? Voy, nima degan gap bu? Mahalla kuyovniga bir odam bo'laman. Voy, onajonim. Men o'zim sizga ichkarida tushuntiraman. Ketdik. Nima qilish kerak endi? O'tu kerak. O'du. Voy, o'zini uyida ketyapti. Voy, boshimga bitgan balo qildim. Endi nima qilamiz? Endi nima? Uydagilarga olib kelim kerak. Aytuvim kerak olib qochganimni. Voy, o'g'irlaganim aytamanmi hozir? Ha, unda nima o'g'irlab keldi? Unda borib sovchilik qilib olib kelsam bo'lardi-yu. Voy, nimalar qildi? Aya. Yo'qot. Yo'qotolmayman, o'zi o'g'irlab kelib qo'ydim. Endi keliningiz bo'ladi. Qayerdan bu? Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoq kelin? Ah niyet ben attağan bosağası Qani bizim ay qizimiz? Kim o'rladi? Qani shuning yoqqa? Qani bizning ayol sen borlagan? Men emas, bu o'g'irlagan. Sen nega o'rlab ketasan? Qani mening ay qizim topil tez. Bo'l tez topil. Mana mashina qizingiz. Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qo'shnilarning oldida nima degan odam bo'lamiz? Bitta qizni o'g'irlab kelib, prosta tak yasholmaysan. Bir narsasi bor deb o'ylashadi. Gapirasiz, ha? Ha, endi jiyan. Taqiymanmi? Ha, endi jiyan to'yga pulni qatmoqchi endi. $10,000 yig'ib qo'yganman. Qатын. Ne qilib jursang sen? Ha, aytib ketsang bo'ladi-ku, ikki birday yenging turg'un uyga sibirlab qana aytmaysan. Bala men söylesdim-de. Ikkoving kelishib oldingizmi? Onda baxtli bo'l. Ha, bular kelishibdi ikkovi. Ya endi qalin buni söylesek, yur. Bayliq to'la dalasi. Qarab o'tiringlar. Екі жасымыз бір-біріне мақұл кепті, келісіпті, біздер ham bizlerге de ma'qul. Endi biz qalin pulni kelishib olayық sizlarмен. Qizimizni o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni pazandelikka o'qitib qo'yibmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni chet tillarini o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $4,000. Общий $10,000 bo'ldi. Qizingizni men o'g'irlab ketdim, shunga mana 10,000. Voy, bu yerda kuyov bola beradi ekan pulni. So'layman. Endi bu boshqa gap. Endi sizlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida kempir o'ldi qadesini kutamiz. Kampir o'ldi? Nurjamı